Usul qilmasdan turib og'iz yopsa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Usul qilmasdan turib og'iz yopish. Endi aslida o'zi pok holatda, masalan, tahoratlar qilib, masalan, o'z ulamolarning tavsiyalari bor bu borada. Saharlikka turadigan odam deydi, biroz oldinroq tursinda, ayni tahajjud o'qiydigan paytlar bo'ladi-yu. U agar tahajjud o'qimagan bo'lsa, albatta kamida bir 2 rakat namozlarni o'qib, keyin bir dasturxonga pokiza holatda kelsa, nur ustiga nur bo'ladi. Endi mabodo shunaqa holat bo'lmadi, bu odam endi shunaqa g'usul vojib holatda uyg'onib qoldi, qarasaki vaqt oz. Agar g'usul qilib saharlik qilaman desa, saharlikdan qoladigan holat bo'lsa, bunday odamlarga ulamolarimiz ruxsat berib aytadilarki, bunday odam mayli g'usul qilmasin-da, og'iz burnini yaxshi yuvsin. Yaxshi og'iz burnini yaxshi yuvib, kelib, keyin saharligini qilsin-da, undan keyin g'usulni qilib olaversin dedilar-da. Ro'zador odamlar ham masalan ustidan yengil suv quyish mumkin-da. Unaqa suv to'plangan joylarda qilmasdan ham o'zi yengil ustidan suv quyib olishga shariatimiz ruxsat beradi. Bu saharlikdan qoladigan bo'lsa, demak, og'iz burnini yuvib saharlik qilaversin-da, keyin suv quyib olaveradi. Yana bir masalani ko'p so'raydi, esimga kelib qoldi. Misol uchun kunduzlari uxlab qolib deydi odamlar. Juda ko'p so'raladi, shu call centerdan ham ko'p keladi. Kunduzlari uxlab qolib shunaqa masalan janobat deymiz, g'usul vojib bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Nima, ro'zamiz buzildimi deydi. Ulamolar masalan yo'q, bunaqa ehtilom bo'lish bilan, shunaqa yuvinish vojib bo'lib qolish bilan ro'za buzilmaydi. Bu odam ham turadi, shu yengil ustidan ya'ni suv quyib oladi, shu bilan ibodatlarini davom ettiraveradi deydilar. Endi g'usulda 3 ta farzi bor-ku. Bu farzlardan o'sha og'izni, burunni chayish masalasi qanday bo'ladi? Yuvadi. Unda ham masalan ulamolar aytadiki, ro'zador odam og'izni yuvishda mubolag'a qilmaydi deydi. Yatamazmazu va yastanshiqu bila mubalag'atin degan iboralar bor-da. Bu degani ro'zador odam og'izni yuvadi. G'usul bo'lsin, tahorat bo'lsin, qizig'i yo'q. Ro'zador payt bo'lsa, og'izni yuvadi, g'arg'ara qilmaydi deydilar. Burunni ham yuvayotganda achishtirmaydi. Mana shu asosiy buyumni yumshog'igacha suvni olib boradi-da, unaqa odatdagidek achishtirib yuvmaydi deydi ro'zador paytda. Lekin ro'za bo'lmagan paytda u g'usulda mubolag'a qiladi deydi. Mubolag'a degani g'arg'ara qiladi, yaxshilar. U burunni suv olishda ham yaxshi bir suv asosiy joylarga yetib borguncha yaxshi tortadi deydilar-da endi. Rahmat. Assalomu alaykum domla. Ro'zador odam ro'za paytida uxlashi joizmi debdi? Uxlashi joizmi deyapti. O'zi uxlash joiz. Bu yerda masalan uxlashdan ham maqsadi bo'ladi-yu ro'zadorni. Bir kechki payt tarovehga bir quvvat yig'ib olay deydi yoki charchagan bo'ladi. Uxlashi mumkin, lekin ba'zilarda masalan so'rab qoladi, men ro'za tutyapman-u, kunimni uyqu bilan o'tkazyapman deydiganlar ham bo'ladi-da. Unda ham qilmaslik kerak. Masalan, zaruratni qanchadir ro'za bo'lmagan paytda ham odam o'ziga quvvat yig'ishlik uchun kunduzda uxlaydi-ku. Shunaqa bir o'zini tetiklashtirib olishlik uchun ma'lum vaqt uxlashi mumkin-u, lekin kunini unaqa ko'p vaqtini, ro'zadorlik paytini ko'pini uyqu bilan o'tkazib olmaslik kerak. Chunki ro'zador odam kunini ko'p so'raydi. Kunimizni qanday o'tkazaylik deydi-da. Ro'zador odam kunini shu Qur'on tilovatlari, shu yaxshi zikrlar, qandaydir yaxshi narsalar bilan o'tkazish kerak-da. Endi uyquni uxlaydigan bo'lsa ham uxlasin, kamroq uxlasin endi. G'aflatda o'tkazib yubormaslik kerak. Shunday g'aflatdan o'tkazib. Chunki g'animat bu oila. Jasurbek ismli muxlisimiz so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Telefonda yoki televizorda Qur'on qo'yib eshitib, ish qilib yursa bo'ladimi? O'zi Qur'on eshitishni odoblari bor. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda o'zi o'rgatgan. Astag'firullah. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu. Ya'ni Qur'on o'qilsa, unga quloq solinglar va jim turinglar degan joy bor. Qarang, ochiq oydin oyatda kelyapti endi. Demak, Qur'on o'qilganda yoki eshitilganda unga quloq solish kerak va jim turish kerak deganda. Endi bu yerda bu kishi ham Qur'on o'qib, ham Qur'on eshitib, ham ishlasam bo'ladimi degan savolni beryaptilar. Bunga ulamolar aytadiki, agar Qur'on eshitishni odobiga rioya qila olsa va asosiy e'tibori Qur'onda bo'lsa, masalan, asosiy e'tibori ishga bo'lib, ishga sho'ng'ib ketib qoldida, Qur'on bu yerda o'qilyapti, unga e'tibor ham bermayapti. Misol uchun, unaqa bo'lsa, unda beodoblik bo'lib qoladi dedilar. U Qur'onga nisbatan odobsizlik bo'lib qoladi dedilar-da. Endi ish qilyapti-da, Qur'on ham o'qilyapti, birga yodlagan suralarni takror qilyapti yoki qandaydir ma'nosini biladigan bo'lsa, ma'nolarni tafakkur qilyapti. Xullas odobiga rioya qilyapti Qur'onni. Shunday odobiga rioya qilib, asosiy e'tibor bu tomonda bo'lsa, ish ham bo'lyapti,
asosiy e'tibor bu yoqda bo'lsa, unga ulamolar ruxsat bergan. Lekin hali yuqorida aytgandek odobsizlik qilib qoladigan bo'lsa, u Qur'on bu yoqda qori o'qiyaptilar, bu bemalol telefonda gaplashadi yoki ishini bemalol qilaverdi, u esdan chiqib qolgan holat bo'lsa, unda odobsizlik bo'lib qoladi. Rahmat. Bir muxlisamiz so'rayaptilar, homilador va emiziklilar roza tutsa bo'ladimi? Umuman bular uchun roza tutishning tartiblari qanaqa? Xo'p, fiqh kitoblarimizda matn keladi. Hamilun aw murdi'un in khafat ala nafsiha aw waladiha aftara degan ibora bor. Degani homilador ayol yoki emizikli farzandi bor ayollar agar roza tutsalar o'zlariga, o'zini sog'lig'iga yoki farzandini sog'lig'iga zarar bo'ladigan bo'lsa, bular og'zini ochaveradi deydi. Bular roza tutmaydi deydilar-da. Ular nima qiladi endi desa, qachon shunaqa zarar ketsa, o'ziga zarar yoki farzandlariga och qolish shunaqa qandaydir holatlar zarar ketadigan bo'lsa, keyin ular qazosini tutib beradilar deydi. Qanday desa, bir kuniga bir kun, necha kun shunaqa Ramazon qazo bo'lib qolgan bo'lsa, shu sababli, shu uzurlari sababli Ramazonni ro'zasini tuta olmagan bo'lsalar, demak shuni hisoblab qo'yadilar-da. Shu holatdan, homiladorlik holatidan xalos bo'lsalar yoki shu ham farzandlari biroz katta bo'lib qolgandan keyin, demak hech qanday zararni xavfi bo'lmasa, bular qazosini tutib beradilar. Shu bo'tga kelgan yana bir ayolning savoli esimga tushib qoldi. Hozir kim yuborganliklari yodimda yo'q. Farzandini emizgan paytida ro'zasi ochilmaydimi ayolning? Yo'q. Bu savol ham ko'p beriladi. Juda to'g'ri aytyapsiz. Emizgan paytda ro'za ochilmaydi. Ba'zilar yig'lasak ro'za ochiladimi deydi. Ba'zilar qattiq kulsak ro'za ochiladimi deydi. Odamlardan ham savollar ko'p. Yo'q. Ro'za u tashqaridan bir narsa kirish bilan ochiladi. Unday narsalar bilan u ro'za ochilmaydi-da u. Rahmat. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Agar ro'zador inson og'iz ochish yoki yopish duosini yod olaman deb o'qisa, og'izi ochilib yoki yopilib qoladimi? Yo'q. Bunda ham yo'q. Bu yerda duolarni o'zini o'qish bilan maqsadi buni yodlash. Bu kishining maqsadi hamma narsada niyatga bog'liq deymiz-ku. Innamal a'malu binniyat-ku. Hamma narsa niyatga bog'liq. Bu kishi ham maqsadi yodlash bo'lyapti bu yerda. Bu yodlash bilan hech qanday ro'zasi ochilib ham ketmaydi. Hali kechki payt bo'ladigan bo'lsa, og'zi yopilib ham qolmaydi buni. U haqiqiy niyat til bilan ham bo'ladi, qalbdan tasdiqlash bilan bo'ladi endi. Qalbingiz mana og'zimni yopyapman deb turib qalbingizda shuni tasdiqlab, keyin tilingizdan uni o'qisangiz, o'z-o'zidan qalb bilan til bir xil bo'ladi. Shunda haqiqiy bu duolar o'z kuchini ko'rsatadi. Ungacha u maqsad yodlash bo'ladi, hech qanday tasdiq. Niyat qalbda bo'ladiganingizga esimga tushdi. Xuddi bo'tga kelgan yana bir savollardan biri shu ediki, ertalab uxlab qolgan odam niyat qilmagan bo'lsa, ya'ni duosini o'qimagan bo'lsa, uni og'zi o'z-o'zidan yopilib qoladimi degan savol ham bor-da. Shunday, ha. U shariatimizda eng asosiy narsa o'zi niyat degan narsa qalbda bo'ladi. Qalbda. Masalan, uxlab qoldi. Haqiqatda uxlab qolgan odam bu endi turib duo, masalan, niyat duosini o'qib qo'yaveradi, misol uchun. Endi farazan shu odam duoni esdan chiqardi deylik. Umuman duo qilmadi. Nima bo'ladi desa, agar shu bo'ldi, men bugun ro'zadorman, ro'za tutish niyat qildim deb, mana shu gaplar bo'ladi-ku odamda. Ro'za tutish niyat qildim degan narsa qalbdan o'tgan bo'lsa, uni ro'zasi ro'za bo'laveradi. Faqat sharti bu odam uxlab qolgan odam shu hech narsa yeb qo'yim, mana shu niyat qilguncha hech narsa yemagan bo'lishi kerak. Subuh sodiqdan boshlab shu niyat qilgungacha. Endi bu tabiiyki uxlab qolgan odam hech narsa yemagan bo'ladi, turdi, niyati yo'q. Bu faqat qalbdan o'tkazadi. Agar eplasa, niyat ham qilaversin. Xuddi ham saharlikda qilayotgandek niyat qilib og'zini yopsin. Mabodo niyat bo'lmagan taqdirda ham qalb boshqaradi uni. Rahmat. Men bugun yolg'on gapirib qo'ydim. Allohu akbar. Endi tutgan ro'zam qabul bo'lmaydimi? Javob uchun oldindan rahmat. Hali yuqorida aytdik, ana suhbatimizda bu gaplarni aytdik. Endi bu masalan yolg'on gapirish bilan ro'za ochilmaydi. Lekin mana hadislarda keladi, odam agar ro'zani tutib, shunaqa mazmunlarda borda, agar masalan yomon gaplarni gapiraversa, yuqorida ham aytdik-ku bu gapni. O'zini shunaqa yomon narsalardan, yomon xulqlik, masalan yolg'on bo'ladimi, g'iybat bo'ladimi, shunaqa narsalardan o'zini tiymasa, u ro'zasi ochilib qolmaydi. Masalan, lekin o'z-o'zidan uni ro'zasini savobi ozayadi. Hatto ba'zi bir haligilarda bor, hadislarda keladi, shunaqa faqat och qolganing qoladi-yu, chanqaganing qoladi xolos. Bu ro'zadan savob qolmaydi degan mazmunlarda shunga ishoralar bor-da endi. Demak, ro'zador odam ham hali yuqorida aytgandek, bunaqa narsalardan o'zini tiyish kerak,
Mabodo ro'za bo'lmagan paytda ham yolg'on gapiradigan bo'lsa, ro'zador paytda ro'zani hurmatidan ham o'zini ehtiyot qilish kerak edi. Shuni mahkam ushlab, Ramazondan keyingi ham shu odatni o'zida mujassam qilish kerak edi. Endi bu kishi gapirib qo'yibdilar, endi qilinadigan amal tavbada. Tavba qiladilar, ha. Shu ikkinchi marta inshaalloh yolg'on gapirmaslikka harakat qiladilar. Ro'zalarga ro'zani o'zini qazosini tutib berishlari shart bo'lmaydi bu kishi. Ro'zador kishi tahorat olayotgan paytida og'izni chayqayotib, bexosdan suvni yutib yuborsa, ro'zasi ochilib ketadimi? Javob uchun rahmat. Bexosdan suv yutilib ketadigan bo'lsa, haqiqatda bu hamma fiqh kitoblarimizda keladi, ro'za buziladi u bilan. Ro'za ochilib ketadi. Bexosdan, masalan, ro'zaligi esida yo'q. Ro'zaligi esida yo'q. Ro'zaligi esida yo'q holatda bir narsa mana. Demak, hozir bu yerda qasddan qilish bor, esdan chiqish bor. Xo'p, demak, bir kishi bilmagan, bitta hozir esda yo'q holatda deyapti, xato qilib deyapti-da. Xo'p, savolni tushundim. Bexosdan suvni. Bexosdan deyapti. U bexosdan degani endi ikki xil tushunish mumkin-da uni. Agar mana o'z umumiy shariatimizning qoidasi, masalan, ro'zador odam bir narsani yeyish yoki ichishdagi qoidasi, agar ro'zaligi umuman esda yo'q, xabar yo'q ro'zadorligidan. Bu bir narsani yesa yoki ichsa, uni ro'zasi buzilmaydi. U ro'zaligi esda yo'q chunki. Uni hadislarda keladi, ya'ni Alloh buni mehmon qilibdi, buni sug'oribdi degan mazmunlarda hadislar bor. Demak, esda yo'q holatda bir narsa yeyilsa, uni ro'zasi ochilmaydi. Lekin masalan, esda bor ro'zasi, ro'za tutganligi esda bor-u, og'izdan bir narsa o'tib ketib qoldi. Og'izni chayqatuvdi. Ehtiyotsizlikdan. Uni kitoblarimizda xatoan deb qo'yadi. Ishda xato qildi u. Misol uchun og'izni yuvayotganda, hali tahorat qilayotganda suv o'tib ketib qoldi. Ehtiyotsizligidan. Demak, buni ro'zasi ochiladi deydilar, bir kuniga bir kun qazo qilib beradi deydilar. Demak, bu yerda ham asosiy narsa esida yo'q holatda bo'lsa, ro'zalik umuman esda yo'q. Unda bir narsa o'tib ketib qolsa ham, u ya'ni ro'zasi buzilmaydi. Chunki esda yo'q u narsani o'zi, ro'zaligi esda yo'q, chanqagan, misol uchun ichib yuboryapti-da, ro'zaligi esda yo'q. Lekin o'zi ro'zaligi esda bor, agar bir narsa o'tib ketib qoladigan bo'lsa, unda bir kuniga bir kun qazo qilib beradi. Tushunarli. Xo'p, yana bir muxlisimiz so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Mushuk ambar sotib olish uchun uni hidlab ko'rib, tanlab olsa, ro'zasi buziladimi? Demak, atir hidlash deyaptilar ekanda, atir hidlash. Xo'p, atir hidlash ro'zani ochadi degan birorta fiqh kitoblarimizda yo'q. Atir hidlash bilan, lekin agar shu hidli narsa tutunli bo'lsa, tutuni bor. Masalan, isiriqlar bor-ku. Isiriqlarda tutuni ham bo'ladi. Shunaqa tutunli bo'lsa yoki bug'i bo'ladigan bo'lsa, hidli narsani. U bug'ini qasddan agar ro'zador odam tortsa burniga. Masalan, atirni ham hidlab ko'rishda hidlab ko'rasiz, o'zingiz qasd qilasiz-ku. Lekin uni hech qanaqa ko'rinadigan narsasi yo'q. Tutuni ham yo'q, bug'i ham yo'q. U atir buzmaydi dedi ulamolarimiz. Lekin shu hidlayotgan narsangizda tutuni yoki bug'i bo'ladigan bo'lsa, uni siz haqiqiy tortsangiz ichingizga ro'za ochilib ketib qoladi. Buni ulamolar aytadiki, misol uchun deydi, bir isiriq tutatilgan xonaga shunday kirsangiz, u isiriq tutatilgan, o'zingiz bilmagan holatda tabiiy ravishda kiradi endi. Unda ro'za ochilmaydi deydi. Lekin ataylab o'zingiz xuddi atirni hidagandek, ana bug'i bor narsani isiriq tutab turibdi, tutuni chiqib turibdi. Uni ataylab tortsangiz, ba'zi bemorlar tortadi-yu, shunaqa holatda ataylab tortish bo'lsa, demak, ro'za ochilib ketib qoladi. Ana qaynab turgan taomlarni ham ustiga borib hidlash ochar ekan. Ochadi. U hidi bor bo'lsa, bug' deydi kitoblarimizda. Va in dakhala ghubarun aw duxonun aftara. Va in dakhala zaman deydi, aftara emas, lam yufsid. Va in adkhala yufsid degan ma'no iboralar bor. Ya'ni u degani, agar tutun yoki shu bug'lar o'zi kirib ketib qolsa, ro'zani ochmaydi. Lekin odam o'zi kirgizsa, ro'zani ataylab o'zi qasd qilib kirgizsa, nima ro'zasi ochilib ketadi deydilar. Rahmat batafsil javob uchun. Assalomu alaykum. Men Ramazon oyida Qur'onning tafsirini o'qiyapman, lekin arabchasini o'qiy olmayman. Shu ham xatm qilganlik o'rniga o'tadimi deb bir Sanovar ismli muxlisamiz so'rayaptilar. Bu Qur'onni tarjimasini o'qish, tafsirini o'qishlar bu xatmga kirmasa-da, xatm qilish hisoblanmaydi, lekin bu muxlisamiz ya'ni shu Qur'onni tarjimasini o'qishlari bilan ancha ajr savoblarga erishadilar. Chunki ilm olyaptilar-da endi. Qur'onning ma'nosini o'rganib, u kishi ilm olyaptilar endi. U masalan ichidagi ma'lumotlarni o'rganadilar. Bu o'z-o'zidan ilm bo'ladi. Bu ilm o'rganganlik savobini oladilar bu kishi. Lekin Qur'onni xatm qilishlik savobi bu kishiga berilmaydi.
Nimaga desa, endi Xudoning karami keng, lekin fiqh kitoblarida haqiqiy Qur'on xatm bo'lishligi uchun arabiy iboralarni o'qib Qur'onni oxiriga yetkazish kerak-da endi. Bu kishining savollarida o'zbekcha yoki qandaydir boshqa tildagi, arabiy bo'lmagan tildagi uni tarjimasini o'qiyapman deyaptilar-da endi. Hatto arabiy Qur'onni tafsirini o'qiysiz-ku. Masalan, katta-katta ulamolar yozgan tafsirini bir chekkadan o'qib chiqsangiz ham u xatmi Qur'on qilgan savobini olmaysiz-da. Tafsirini o'zini o'qisangiz, lekin matnlarni bir chekkadan hammasini o'qib chiqsangiz, unda xatmi Qur'on ham ichida bo'ladi. Bu muxlisamizga javobimiz shu. Endi lekin ilm olganliklarini savobini oladilar. Bu kishiga tavsiyamiz shuki, masalan, O'zbekiston musulmonlari idorasini Muslim.uz Telegram kanali bor. Shunda Shayx Alijon qori bor, hammamizga mashhur, ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on bo'limining mudiri bu kishi. Shunda shu kishining darslari bor. Bir chekkadan shu harflarni o'rgatgan darslari. Shu yoki masalan Toshkent Islom institutidagi Jahongir Qorakal borlar, Ne'matov. Shu kishini ham o'zi bir chekkadan o'rgatgan nimaligilari bor. Bir chekkadan harflarni o'rgatgan darsliklar bor. Shulardan foydalansinlar. Mana eng buyuk ustozlardan o'rgangan bo'ladilar, ham rasmiy, ham bu Qur'onni o'rganib oladilarda, keyin o'qiveradilar. Chunki Qur'onni har bir harfiga 10 tadan savob beriladi deganda, har bir harfini o'qisangiz 10 ta savob olasiz. Qarab, arabchasiga qarab. Lekin o'zbekchasiga qarab o'qilsa, endi u masalan tarjimalarni o'qilsa, u ilm olganliklari uchun savob oladilar, lekin xatm bo'lmaydi. Shu o'rinda yana ko'p savol keladi. Deylik, audio yoki video o'qilganlari bor-ku. Ana o'shalarni eshitish ham shu xatm qilganlikka kiradimi yo'q? Uni ham ulamolar aytadi. Ular aytadiki, eshitish bilan-chi desa, eshitayotgan odam mayli audioni eshitsin, ko'zi lekin kitob Qur'onga qarab tursin deydi. Ana o'zi o'qimayapti-ku endi. O'zi o'qimayotgandan keyin eshitganda qori bilan birgalikda uni harflarga qarab yurgizib tursa ko'zini. Demak, qori o'qiyotgan bo'laveradi. Bu shu o'qiyotgan joyini bu qarab turganligi uchun bu ham xatmi Qur'onni savobini oladi deydi. Lekin agar qaramasdan faqat eshitishni o'zi bo'lsa, eshitganni savobini oladi endi. Mo'min va muslimaga taroveh namozini o'qish sunnat bo'ladi. Ba'zi ulamolar sunnati muakkada ham degan gaplari bor. U sunnat muakkada degan ta'kidlangan sunnat. Ya'ni oddiy sunnatga qancha savob oladigan bo'lsangiz, ta'kidlangan sunnatga ko'proq ham savob olasiz-da. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflari ham bor. Man qoma ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi degan hadislar bor. Ya'ni kim Ramazonni kechalarini qoyimlik bilan o'tkazsa, uni shu paytgacha qilgan gunohlari kechirilib ketadi degan katta bir va'da bor-da. Uni ulamolar Ramazonni kechasini o'tkazishni ulamolar aytadiki, taroveh namozini kim o'qisa shu 20 rakatni Ramazon kechasini qoyim qilganini bilan uni hukmi bir xil bo'ladi deydilar. Demak, tarovehlarga ham alohida u ayollar bo'ladimi, erkaklar bo'ladimi, alohida e'tibor berish kerak. Bu ayolimizning savollari, demak, ayollar o'qimasa ham bo'laveradi degan qanday tushuncha bor ekanda. Unday emas, ayollar o'zi uylarida astoydil buni o'qishlari kerak. Mana shunday ajr mukofotdan bahramand bo'ladilar. Lekin ular masjidlarga, jamoatlarga bormaydi. Bormaydi. O'zi mana shu narsani yaxshi eslatdingiz. Ayollarning o'zi hadislarda keladi. Ayollar deydi, qayerda namoz o'qigan eng savobi ko'p desa, masalan, erkaklarniki qancha katta jamoatda o'qisa, shuncha savobi ko'p deydi. Ayollarniki qancha uyini ichkarisida o'qisa, shuncha savobi ko'p deydi. Masalan, ayollarni deydi, ayvonidan ko'ra deydi. Ayvonlar ochiqlik bo'ladi-yu. Ayvondan ko'ra ichkaridagi uyi savobi ko'proq bo'ladi deydi. Undan ko'ra yana alohida bir ichkaridagi, ya'ni ayollarimizni shariatimiz shunaqa ehtiyot qiladiki, namoziylar ham sal panaroqda bo'lsin deydi. Bu ajri yuqori inshaalloh. Shuning uchun ham bizning yurtlarda ayollarimizni uyiga o'qitishga o'zi odatlanganda endi. Ulamolarimiz xizmatlari bu inshaalloh. Rahmat. Assalomu alaykum. Ko'zga dori tomizsa ro'za buziladimi? Ko'zga dori tomizish masalasida ulamolarning ikki xil fikrlari bor. Oldingi ulamolarimiz o'zimizning eski kitoblarini hammasida ko'zdan dimoqqa yo'l yo'q deydi-da, ro'za ochilmaydi deydilar. Ro'za ochilmaydi deydi. Qarang, ko'zga dori tomizish bilan mutaqaddim oldingi ulamolarning kitoblarida ro'za ochilmaydi deydi. Lekin hozirgi zamon ulamolari, hozirgi tibbiyot sohasidagilar ko'zdan dimoqqa yo'l borligini isbotlashyapti. Isbotladida hozirgi endi zamonaviy olimlar o'zlarining kitoblarida, ya'ni ko'zdan dori tomiziladigan bo'lsa, ro'za ochishligiga hukm qilyaptilar. Shuning uchun biz bu savol bergan muxlisimizga aytamizki, dorini og'iz yopgungacha yoki ochgandan keyin qilsinlar. Agar juda iloji yo'q bo'lsa, uni hech imkoniyati yo'q, albatta kunduzi ko'ziga dori tomizmasa bo'lmaydigan holat bo'lsa,
tomizsindi endi. Yuqoridagi ulamolar, eski ulamolarimiz ochilmaydi deyaptilar-ku. Tomizsindi, lekin shuni hisob qilib qo'ysinda, u haligidan keyin Ramazondan keyin necha kun agar shu masalan ko'ziga dori tomizgan kunlar bo'lsa, shuni qazosini ehtiyotdan tutib bersin dedi. Nima uchun ehtiyotdan desa, agar mabodo uni ro'zasi buzilib ketgan bo'lsa, shuni qazosi bo'ladi. Agar yo'q, buzilmagan bo'lsa, bu ro'zalar nafl bo'lib ketadi deydilar. Rahmat domla.